Semizlikka genetik kasalliklar olib keladi. Juda ko'p genetik kasalliklar borki, mana shu semizlikka moyillik yaratadi. Bunaqa bolalarda asosan bu bolalikdan boshlanadi, yosh bolada. Bu oziqlanishiga bog'liq emas. Ya'ni hamma qatori bir xil ovqatlanishi mumkin va hatto parhezda yurishi mumkin. Bu bolalar kamroq ovqatlansa ham semirib ketishga moyilligi ancha yuqoriroq. O'zi xohlamagan holda. Ularni masalan ota-onasi urishi mumkin, nimaga san ko'p ovqat yeyapsan deb, tengdoshlari tanqid qilishi mumkin. Yosh bolada bilamiz, bu narsa ko'p uchraydi. Lekin bu bolada ayb yo'q. Bunda shunchaki genida ma'lum bir o'zgarish borki, o'sha semizlikka moyilligi yuqori. Bular o'shandan kelib chiqib maxsus dieta saqlash kerak, masalan, ma'lum bir moddalar mumkin emas bularga yoki hattoki yoshligidan o'sha maxsus lecheniya boshlash kerak, dori ichib yurish kerak. O'sha semirib ketmaslik uchun. Ba'zida hattoki boyagi operatsiya qilish kerak bo'ladi, liposaksiya degan. Demak, mana shunaqa moyilligi yuqori bolalarda biz genetik tekshiruv o'tkazishimiz kerak. O'shandagina biz tushunamiz. Bunga maxsus moyillik bor uchun maxsus lecheniya kerakmi yoki o'zi dieta saqlab ozib keta oladimi?